9 birinchi savol ishlaymiz. Alkan bor ekan, yonganda 1,8 mol karbonat hosil bo'lgan, ya'ni bu umumiy 4 qism bo'lsa, 3 qism yonganda shuncha hosil bo'lgan. Qolgan qismi ya'ni 4 dan 3 qism emas, endi ya'ni 4 dan 1 qismi xlorlanganda e'tibor beradigan bo'lsanglar, 64 gram demak xlorli birikma. To'liq xlorlandi degani hamma vodorod o'rniga xlor keladi. Shuni hisobidan xlor 2n plus 2n vodorod o'rniga xlor qilib qo'ydim. Endi bizda mana bu 3 ga 1 nisbat bo'lganligi uchun biz mana bu 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, chunki mana bunga mollari mos bo'ladi. 1,8 3 ga bo'lib yuboraman. 1,8 bo'laman 3 ga 0,6 chiqadi. Ya'ni 0,6 bu mana bu uglerodning moli. Demak, mana bu yerga qo'yib olamiz, qaranglar. 0,6 chunki 1 ga 1 bo'lib qoldi. 0 ta uglerod bor. 64, ya'ni mana bunday qilaylik-da, shuni tushunarli bo'ladi. Bu 64 gram uglerodlar n ta va uni moli 0,6 chiqdi mana. Pastida moli n ta va proporsiya qilsak, shu yerga buni massasini qo'yamiz. Ya'ni mana bu 12n plus mana buni hisoblasak, bu 71n plus xlorni ikkitasi 71 bo'ladi. Mana bu yerga yozib qo'yaylik. 71 bo'ladi. Va buni ko'paytirib bo'lib o'radigan bo'lsak, n'imiz qiymati 3 chiqadi. Oddiy mana proporsiya qilib olasizlar. O'sha xlorni so'rayapti, endi qiymatini so'rayapti ekan. S3 H8 ya'ni alkan propan bo'ladi. Javob S bo'ladi.